Bugun sizlar bilan top of mind haqida gaplashamiz. Top of mind bu alyumin plastik rom degan so'z o'rniga akfa so'zi ishlatilishi, elektr choynik degan so'z o'rniga Tefal degan brend ishlatilishi yoki bolalar uchun maxsus taglik degan jumla o'rniga Pampers degan brend nomi ishlatilishidir. Aslida bular brend, lekin odamlar bu so'zni butun boshli bir mahsulot kategoriyasini nomiga ishlatishadi. Bu brendlarning yutug'i nimada? Bular doimiy ravishda xaridorning ongiga kirishlikka harakat qilishgan o'z reklamalari bilan. Sizning mahsulotingiz ham top of mind bo'lishi mumkin. Buning uchun doimiy ravishda o'z xaridoringizga sizning kim ekanligingizni, sizni nima uchun sotib olishlari kerakligini raqobatchilarga nisbatan ko'proq eslatib turishingiz kerak bo'ladi. Aynan shuning uchun ham siz top of mind bo'lishlik uchun Marjon bilan birga harakatlanishingiz kerak. Marjon sizni top of mind ga olib chiqadigan eng qisqa yo'lni biladi.